Sizlar bilan yana Sardor Minecraft. Nihoyat meni skinim ishlayapti va men hardcorening 3-qismini olaman. Va bu oxirgi qism bo'ladi. Sababi hardcore'da Wizardni yoki Ender Dragonni yengish niyatim yo'q. Bu juda qiyin. Men shunchaki olmos topmoqchiman. Men o'tgan videoni ko'rgan bo'lsangiz, men temir yig'gan edim. O'zimga mana shularni yasab oldim. Hozir kech tushyapti. Tezroq o'zimizga mos joy topib uxlashimiz kerak. Kunduzi esa yo'lga chiqamiz. Jin ursin. Kunduzi yo'lga chiqamiz. Nimaga yo'lga chiqamiz? Olmos topishga yo'lga chiqamiz. Kravat olmoqman. Olish kerak yoki bormikan? Yo'q ekan, kravat olmoqman. Hozir uxlab olamiz, keyin olmos topish uchun yo'lga chiqamiz. Zinacha qilib qurib ketaman. Iloji bo'lsa ana shu uyni ichidan quraman. Do'stlar, ana bu narvonni olib eshitmaylar, menda ko'mir bormi? Ko'mirim yo'q ekan. Do'stlar, videoni to'xtatib, o'zimga ko'mir tayyorlab olaman. Mana do'stlar, o'zimga hammasiga masu, endi ko'piga yasab oldim. Chiroqlarni mana bu narsani hozir yeb bo'lmas ekan. Yo'q, hozir yeb bo'lmas ekan. Mayli. Endi mana shunaqa zinacha qilib qazishni boshlaymiz. Nimaga yana zinacha qilib? Sababi bizga hech qanaqa kon ham suvli kon ham kerak emas. Bizga faqat olmos kerak. Olmos esa eng pastki qavatda bo'ladi. Men videoni o'chirib, eng pastki qavatda borganimda videoni qaytadan yo'qaman. O'sha payt ko'rib olasiz. Eslab qoling. Hardcore'da cheatlar va kreativ rejimga o'tishni ilojisi yo'q. Shu sababli men hech qanaqasiga g'irromlik qila olmayman. Shuning uchun ham videoni qirqishga haqqim bor. Va men videoni to'xtataman. Olmos topsam, albatta ko'rsataman. Qazishimdan oldin. Bu yerda kon topib oldim. Kon chiqib qoldi aniqrog'i. Shuni ustimdan zombi tushib qoldi. Yuragim ichimga tushib ketdi. Hozir ovqat deyapman. Bedrockda joni to'lishi sekin. Berak qanday tushishni ham bilmayapman. Hozir mana bunday qilib tushsammikin? Qanday tushaman endi bunga? Qanday? Menga kamon kerak. Xo'p do'stlar, chorasini topib olay. Keyin qiraman deyman. Mana bu yerni qazsa bo'ladi-ku. Bo'ldi. Endi mana bu yerlarni qazib olsak, hozircha mana buni oldik. Mana bu yerlarni ham buzib olish kerak ekan. Ikkita bo'ldi endi do'stlar. Xo'p, yetib borganimda aytaman. Do'stlar, bu yerda ko'mir qazayotgandim, mana shuncha chiqdi. Kirikamamsindi. Mana bu yerdan kelayotgan edim. Endi shu yerdan davom ettiraman. Aytishadi-ku, o'ydek so'rasang tomdek beradi deb. Olmos so'ragandim, temir chiqdi. Bu ham yaxshi. Do'stlar, kon chiqdi. Kirsammi yoki kirmasammi? Bo'pti, mana bu yerni yopay, narigi tarafdan kirib olarman. Mana shu yerdan kiraman do'stlar, konga.
Do'stlar, kirgan hopsini aytdim. Mana bu qattiq tosh qatlamida umuman yoqmayapti. Bitta yaxshi tarafi, shu paytgacha juda ko'p temir topdim. Buni qaranglar. Full temir qilsam ham bo'ladi endi. Full temir qilsammikin? Yo'lda qilaman. Böyle. Okalaring full bo'ladi. Böyle. Okalaring full. Okalaring temir odam. Temir odamman. Yarashmadi. Olmoslisi yarashardi-yu, olmoslisini topish qiyin-da. Ayniqsa hardcore'da. Versagni qo'l bilan sindirib yuribman. Olmosga hali ancha. Nimani yo'qotsa bo'ladi. Peshni yo'qotsa bo'ladi. Hali tayyor bo'lgani yo'q. Mana bu temirlar. Bo'pti, qazishni boshladim. Ketdim tamom. Temir kirkat, ikkita temir kirkat turibdi. Tosh kirkada qazyapman. Ekonom bo'lish uchun temirga o'taylik. Azurit kerak bo'ladi. Shuni ko'p chiqadi, ham buni Muhammadjon degan o'rtog'im bilan Luda to'parga o'ynasak, unga to'lka olmos chiqadi, menga to'lka mana bilan lazorit bilan redstone chiqadi. Endi kimni omadi kuchli berdi? Men topgan narsasiz bu narsasini kuchaytira olmaydi. Lekin uning narsasiz men narsam kuchsiz bo'ladi. Böyle okurken kazman gireceğim. Boyaga peshdagi temirlar turaversin. Kerak bo'lgan payt kelib borib ketamiz. Bu yerda do'stlar videoni o'chiryapman. Aks holda oldingi videodagidek 15 minutdan ko'p qila olmayapman. Shu payt olmos chiqsaydi. Do'stlar, siqilish kuni. Minus 60-koordinataga keldim, lekin olmos yo'q. Olmoslardan faqat bedrock bor. Endi hamma yo'lni ko'rib chiqish kerak. Nimasi bu? Nima meni omadim? Omad 2. Bizda olmos bor. Biz hardcore'ni uddaladik. Hardcore nimasi? Endi maqsadimizni uddaladik. Qani o'rinlarda yana bor ekanmi? Yangi versiyalarda, xullas hamma versiyalarda oldda tuzoq qilib qo'yadi. Jokerning hiylasi. Bu yerda boshqa yo'q ekan deb ketaveradi. Lekin aslida olmoslarni koni bo'ladi. Shuni ko'rmay ketdimmi? Qanaqasiga? Shu narsani ko'rmay ketdim. Xullas do'stlar, olmosni ko'proq topolmagan bo'lsak-da, 3 ta topdik. Shuni o'zi yetadi. Yetib ortadi ham. Xo'sh, hali tugatmoqchi emasman. Men bu olmoslardan o'zimga kirka yasayman. Tamom, meni qo'limda olmos kirka. Olmos kirka. Naqadar tez. Xuddi effektivность 5 ga sehrlangan yog'och kirkaga o'xshaydi. Endi bu bilan maza qilib olmos topsam bo'ladi do'stlar. Men bu kartani o'chirib yubormayman. Saqlanib qoladi, lekin bu kartada boshqa video olinmasa kerak. Xo'sh, men bu yerga o'zimga xayrlashish uchun joy tayyorlab oldim. Hozir.
Voy. Bunaqa narsa qolsin. Xayr do'stlar, sog'-omon bo'ling. Biz challenjni uddaladik, olmos topdik. Qo'limda olmos 40 va xayr. Yordamlar kerak bo'lsa bemalol. Videomiz yakunlandi. Shu bilan birga hardcore ham yakunlandi.